Keling, singlim nima xizmat? Dadam yangi mashina berdi. Hop. Ichini aksessuarlar bilan to'ldirishim kerak. Hop. Qumtepada nomer 1 avto aksessuar deb shetda aytishdi To'g'ri menga. aytishibdi. Nimalaring bor? Mabodo dadangizga kuyov bola kerak emasmi? Mana singlim, sizga o'xshagan dadasining erkatoy boy qizlarimiz uchun Koreyadan keltirilgan kompyuterlar har xil turdan $100 dan $600 bor. Siz o'zi o'qishga qiziqmaysizmi, lekin boradi. Bu kolonkalar deysizmi, uslitrlar deysizmi, xullas moshinaga kerak bo'lgan barcha avto aksessuarlar bor. Bemalol kelib o'zingiz olib ketishingiz mumkin. Atirlar deysizmi, mana moshinangizda orqasi yumshoq bo'lib ketish uchun to'shakchalar deysizmi, kolonkalar, uslitrlar, chexollar deysizmi, hamma moshinaga tushadigan mana Malibu bar, Gentra bar, Damas bar, hamma. Mana sizni ustingizdan kelmayotgan hit bizning avto aksessuar do'konimizda bor. Mana Asvijitda bitta sef olasiz, necha $100 olganingizni bilmay qolishadi. Mana ko'ryapsiz, alta raqamlar bor, pad nomerlar bor, asvijitlar bor, balon qoraytiradiganlar bor. Agar sizning moshinangiz monitori bo'lmasa, mana hamma moshinaga tushadigan monitorlar, magnitofonlar, antiradarlar, signallar, kameralar, xullas hamma turdagi mana kolonkalar ham bor, duppus qilib kirgiliydi ko'chalarda yurgani, bemalol kelishib olib ketishingiz mumkin. Narxlarimiz juda arzon. Mana singlimizni juda xushmuomala qilib, rozi qilib jo'nating. Agar siz mablag'ingiz yetarli bo'lmasa, avto aksessuar do'konimizda nasiya savdo ham mavjud bo'lib to'lashga xohlagan narsangizni olishlari mumkin ekan. Ertalab soat 8:00 dan tungi soat 21:00 gacha sizlarning xizmatlaringda o'zimizni mana Qumtepa Kuriydi ro'parasida avto aksessuar do'koni, yana ham to'liqroq Texno markaz do'konining yonginasida. Bemalol ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar va to'liqroq ma'lumot olinglar. Ushbu videoni Qumtepa territoriyasida qayerda shunaqa arzon avto aksessuar do'koni bor deb izlab yurgan tanish bilishlarga jo'natib qo'yishni unutmanglar.